Meni kimligimni bilasanmi? Bilamasiz, ya'ni bir mafiyasiz, bir o'tsi davlat politsiyasi qidirib yurgan bir donsiz. Prosta shu bo'sh vaqtingizni taksichilik qilib yurasiz, to'g'rimi? Prikolkimi? Meni Karlo ota deyishadi. Kim? Karlo ota. Ha, birmi? Tushunmadim. Mana shu iplosizni bir real yetkazib yuribdi-da, постоянно. Tupoy, men Karlo Ancelotti emasman, Karlo otaman. Kim sivashkasi? Mana bunimi? Yavanni. Pecheniku? Men siz bilan to'g'risi mafiya o'ynagan kelgan qizingizni qo'lini so'rab keldim. Hop, qizimni beraman. Faqat 10 qo'lim bo'lasan. 10 qo'lim bo'lasan, deng. Men unaqa jirkanch ish qilmayman.